Assalomu alaykum, sho'xtila obunachilari. Bloger hovlisi videosining navbatdagi seriyasini qilyapmiz. Oqshom bloger hovlisindagi suvoqchi ustalarni ko'rsatgan edim. Bugun esa endi shu bloger hovlisini bog'ina daraxt ekish uchun vodiy gullari nomer 1 keldim. Berina çalış poskayı inen shu yerda bog'bon deb katta yozib qo'ydilar. Vodiy gullari nomer 1 meyveli ve manzarali daraxtlar shu yerda bor. Ben evvel rakam birini reklamasını qilganman. Bu yandan yana Urganchga qarab ketishlari mumkin. Bugun esa shu yerdagi daraxtlardan olib turib bloger hovlisini nallaymiz. Meyveli daraxtlardan, gullardan chiroyli etib nallab beraman dedi bog'bonimizning o'zlari. Hozir esa girib ko'rib chiqamiz. Daraxtlar ham ko'karib boshladi-na. Bu yerda esa o'zini klientlari ko'p, geldi yetti ko'p. Manzarali daraxtlar ham, meyveli daraxtlar ham shu yerdan yetib turibdi. Necha yildan beri og'amiz shug'ullanadi. Shuning uchun klientlari ko'p. Voy, xilma-xil o'simliklar bor. Yana bu yerdan neobычный daraxtlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savoqlaringiz yaxshimi? Chakamisiz? Bormisiz ey? Bormiz. Klientlaringiz ko'payib ketibdi-ku. Endi sekin natijalar yaxshi boshladi. Abdujalil aka, qani endi bir o'zingizni mahsulotlaringizni bir ko'rsating endi bizlara. Endi bu Akşam gördüm dediniz. Oqshom ko'rdim, suvoq bo'layotgan ekan. Mang'itdanmidi, nerdan? Mang'itli ustalar, mang'itli ustalar. Kechda bo'lsa ham bir kiraman ko'rib qo'yaman-da, endi pastdan sizlar kuzatib boraman endi. Shu bloger hovlisini endi bog'ina ekishimiz kerak daraxtlar. Archani aytmang lekin. Archa lekin mana kuyini. Archani bilaman, yomon ko'rsiz. Mevali daraxt kerakmi? Mevali bo'ldi. Mevalida zo'ri bor. Bu archalaringiz ham chiroyli ekan lekin. Necha so'mdan bo'lib turibdi bular? Bularimiz 2 million. 2 million ey? Shu. Gali bu yil degani bu. Bu yerda bu mesni o'zimizniki. Nimamiz bor? Qishda satasizmi? Qishda ham shu yerda. Balki qishda olarman. Yangi yildan shu tuvaki bilan qo'yib qo'yaman. Haqiqiy archada. Qaysi sog'a? Bu 1,5 million so'm. Bunisi 2 million. Yo'q, uni kichkinasi yo'q. Kichkinasi ham 1. Yo'q, bu boshqa narsa-da bu. Mena bunda mushmula deydi. Bu mushmula, bu yaponiski o'rik bu. Yaponiski. Boshqalar Abxaziya gilosi deydi. Bu xudo xolasa meva berib boshladi. Bundan ikkisi bo'ladimi? Ha? Bloger hovlisini. Ekanlikmi? Ekalishmi? Bo'ldi. Xudo xolasa. Neobычный daraxt ekali. Uyingizda meva qilib tursa, mana boshqalar ham ko'radi. Xorazmda tutadimi degan nimaga savolga. Andankinda ko'ramiz, qaqras sana. Xudo xolasa. Qarashim kerak-da endi unga. Endi bir nima yo'limiz tushgan. O'rgatasizmi axir? O'rgatamiz. Bilasiz-ku, shu yerda biz o'rgatib turamiz. Xudo xolasa shundan nallaymiz bloger hovlisiga. Qani ichandan ko'radi. Antikvar bo'lsin. Antikvar narsalarni nalladi. O'zi beram ekib qo'yibsiz ekan, ha? Bu yerda ham ekib nima qilib qo'yganimiz bor. Bu yerda endi klubnikalar yana chiroyli bo'lib turibdi. Ko'p xili bir marta meva qiladi. Bahorda asosan meva qiladigan bu. Katta bo'ladi. Hali vodiyda mevasi keladi-ku, ko'bra deb. Yashillarda keladi. Shundan. Koreyskiy ham bor. Roza gullarim, chirmashaylarim. Roza gullar bor ekan. Roza gullar ham nallashimizga. Avatar uzumimiz bor mana. Limonlarimiz ham bor ekan-ku. Limon ham karli kivi. Limonlar bor. Avatar uzum bor. Hozir hammada moda bo'layotgan avatar manikür finger hozir hit bo'lib YouTube'ga kirsiz nima qiladi-yu? Kivi gurusha. Kivinok. Mevasi ham juda ham boshqachami? Olma ham o'xshab ketami? Mazasi ham dim zo'r lekin bor buni. Meva tutadimi axir bu yerda? Hosilga kirishi juda tez hosilga kiradi. Hosildorligi ham yuqori buni. Bu nima daraxt bular? Bular ko'chani nimasi? Shamshod deydi. Roza gullarimiz ham hozir tuvakka nallayapmiz. Ochiltirib kimlardir balkonga qo'yib qo'ya deydi. Nimasi attiz nimasi bo'lmasa, agar o kichkinalik qiladigan bo'lsa, shularga necha yildan beri shug'ullanib yuribsizmi? Bu kor endi ota bobomizdan qolgan bir 4-avlodman men o'zi.
Necha yil bo'ldi sizning shu? Xorazmga kelganimga 20 yil bo'ldi, bu yil. Xorazmga 20 yil. Ava, 20 yildan beri shu tochkadasiz. Yo'q, bu tochkaga bir 7-8 yil bo'ldi. 7-8 Oldin yil. Urganchda edim, SMBning oldida edim oldin. Xanqada, Xivada ishladik. Siren. Siren. Ava, O. rossiyskiy siren. Bom zo'r narsa. Qo'shroy bo'lib gullab turadi. Ava. O gullashni boshladi, ko'rdingizmi? Isi ham konkret. Ha, ana. Isi ham konkret. Bu qizili bu. Yangi sorti bu, toza sorti. O'riklarimiz, nuqul o'rigimiz bor. Xo'p. O'rik, nuqul o'rik. Qishki nashvotimiz bor, g'ichirdoq. Yozgi nashvotim bor. Venderga o'rigim ham oz qoldi, bir kulta qoldi. Meva hosildorligi zo'r uni ham. Bera kelsang shunchalik mevali daraxt olasing keladi, men bog'ima sig'maydi qarab. Qant o'rigimiz bor. Pink Lady olma bor. Mana hozir Voy. vodiyda rassa moda bo'lib, hamma joyda moda bo'layotgan qizil qishki mevasini uzib Pink qo'ysiz. Lady deydi. Pink Lady mevasini uzib qo'ysangiz, bahorgacha xolodilnik kerakmaydi. Umuman kerakmaydi. Uzdiraverami? Turaveradi. Suv qochmaydi. Bu yerda karlikuy olmalarimiz bor, shoptolilarimiz bor, hamma turidan bor. Tuksiz xillar ham bormi? Ava, tuksiz shalidliklar bor. Andir shoptolim bordi, tuksizi o'zi tomon bo'lib qoldi. Buning xilisi ham bor mana, tuksiz. Ufa 1 degani, tuksizi eng birinchi pishadigan. Ufa 2si bor, u kechkiroq bo'ladi. Menda biri bor edi. Undan tamom bo'ldi. Kelasi yilga. Xudo xolasa. Mana shunda bir 4 dona mevali daraxt kerak. Ava. Qanadi ko'pni eksamdan. Aha. Bog'im kichiklik etib turibdi. Bog'ingiz kichiklik qilsa sizga 4 dona, 1 dona mushmula antikvardan qilamiz. O'zini o'zi chaynatadigan gilos qilamiz. Gilos bormi? O'zini o'zi chaynatadi. Ari kerak emas, qo'shniga kirgizaverasiz ari kelsa. Chana boraverdi. Yo'q, rostdan ham. Uzumlarimiz bor. Oh. Huseyni. Qora kishmish bor. Qora kishmish, Bu ham tuxumsiz bo'ladi bu. Ava, bu tuxumsiz bo'ladi. O'q, inoqni u narsa. Bu buldanez deydi, gullashni boshladi. Gullanadigan qo'shiraymi? Oppoq bo'lib gullaydi buldanez. Hali oqarammi bu? Ava, oppoq bo'lib gullaydi. Polni shu yer gullab turadi, ava. Voh. Bog'ima shunchalik sig'dirasim gap boshladi bering. Shuni aytyapman, sizga bir antikvardan qilamiz. Uzumlarimiz, avatarlarimiz bor. Olma bor, kalanavidni. Xo'p. Kalanavidni olma. Altayskiy. Shunda turgan joyda meva qiladi. Yo'q-a? Ava. Ha, shunda duvakdan nallab turib, Tuvakda meva qilib turaveradi. Tuvakka qo'ysangiz tuvayda ham qilaveradi. Hali Xitoyliklar ko'rganmisiz? Tuvaylarda meva qilgizib qo'yib qo'yishadi, mana shu narsa. Bundan ko'p edi, tushungan odam tushunadi, o'zi ozgina qoldi. Galami yana? Yo'q, 2 yil ham endi Bo'ldimi? Men asosan kuzda shu yerda nallayman-ku. Bular ham olmami? Ava, bular ham yarim pakani olma, prosta. ava. Bular ham tez mevaga kiradigan olmalarimiz. Boqqigani qo'yganmiz buni. Malina bor. Malinalar ham bor ekan yana. Malina bor. Xudo xolasa. Necha so'mdan bo'lib turibdi bu malina? Malinamiz 10 ming so'mdan beryapmiz. 10 ming so'mdan. Ava, soyroq joyga nallamasangiz, Xorazm sharoitida quyosh urib qo'yadi, og'a. Ha, Soyroq nallarda, ko'chatlar tagiga nallashingiz kerak. Ozgina soyani xohlaydi-da bu. Issiqqa chidamay qoladi. Bu nov daraxt bu. Qaysisi? Bu o'rmalab ketami? Ha, o gul-ku bu. Gul. Bu 2 xil yo 1 xil gullaydi, og'a. Unda 3 xil gullamaydi. Asosan 2 xil gullaydi. Hozir bitta sortimizni topolmayapmiz gapni ochig'ida. Ha. Unda 3 xil gullaydi. Necha so'mdan bular? Bular 25 ming so'm. 25 ming so'm. Unda dim qimmat ham emas. Bozorga ham to'xtamasdan shundan olib ketish. Shunda aytib, rasmdagidek bo'lib turaveradi. Ava, rasm dedi 50 gradus 60 gradus sovuqqa ham chidaydi. O, shu yerda ham nallarimiz yasa. Shundan nallasak ham bo'ladi. Mana uzumlarimiz sortlari bor, ketmon sopi bor. F1 bor. Mana hozir bu ham F1 ham rasa vodiyda moda bo'lib turgan uzumimiz. Ulli bo'ladimi ya bu? Qizil hozir Rizamatdan keyin F1 chiqdi-da. Rizamatdan keyin F1 hozir modada bo'lib turibdi. Bu yerda ham malina, qulupniki, qora damiskiy uzumimiz bor. Mers bor, mana mersimiz ham. Mers uzum. Mersni emblemasi bo'ladi. Ha. Mersni mevasida emblemasi ham bo'ladi. Yog'ochini kessangiz ham ichida ham mersni emblemasi bo'ladi. Yo'q-a? Ava. Bu ham antikvar. Mers uzum shunday. Ava, Mercedes deydi. O'zi YouTube'dan ko'rishsa ham bo'ladi. So'lqimi ham katta bo'ladi.
Bu nima bu? Nima sliva? O. Ispanskiy sliva. Ha, qorali. Ava, qoroli. Bu yerda leta qorolimiz bor, yumalaq xili bor. Hammasidan bor. Roza gullarimiz nima parnigimizda. Bu yerda mevali daraxtlar. Ava, mevali. Keyin buni kech qoldim demaydi-da. Pagoda qilib ko'ryapsiz. Mana bu yil ham sovuq keldi, qor yog'di. Xo'p. Paketida tursa, shunday paketda nallangan tursa, yozda nallasiz ham bo'laveradi-da. Paket ertasi olib ketaveradi. Misol uchun Toshkentga borsangiz, Samarqand yo'lda ustlarida, Toshkentlarda loya bilan, yozim bilan archa sotadi, boshqa narsalar sotadi. Ko'rganmisiz? Hava. Buni ham nallaverasiz. Xohlagan. Hozir ham sezon oxir, ha? Buni sezoni yo'q. Ha, buni sezon yo'q, o'zi nallashni aytaman. Nallaverasiz. Men vaqtida keldim axir. Ava, xudo xolasa vaqtida keldingiz. Na gullar. Ha, mer gul. Manzarali daraxtlaringiz ham bor. Ava, Pavlon ham bor. Pavloniya bor, ina. Pavlon ham o'zimniki mana. Pavloniya zo'r narsa chiqdi bu. Bizani iqlima. Ava, nima ham qirg'iz yopti bo'ydan ko'rdingizmi? Dum qo'shira chiqqan. Shu ham zo'r bo'lib turibdi. Roza gullarimiz. Gullar. Mana shunaqa gullaydi. Bu yerga kelsang chiqasin kelmaydi. Qulupnikalarim mevaga kirdi, Ne yetibdi shu iskustvendan ko'ra tabiiy narsani yetishtirishi. Qulupnikam nallaylikmi sizga? Vashi zo'r chiqadi. Nallali? Chetlariga qulupnikam nallab borganingizda qulupnikalar deb turing. Yozda bo'ladimi, kuzda bo'ladimi? O'zingiz borib nallab berasizmi? Xudo xolasa bo'ldi. Chiroyli qilib. Xudo xolasa nallab chiroyli qilib beraman. Do'chvita gulim bor. Beli krasniy, oq bo'ladi, usti qizil bo'ladi buni. Bu uyingizni bog'bon deb yozib beribmisiz? Bog'bon deb yozmasak, ko'p odam aytadi, bir roza gul xolosmi deydi. O'zi asosan gulda orqasidan tanilganman-da. Endi biz dadamiz ham, hammamiz opoqalarim gulchi bo'lgan. Gulda orqasidan. Shuning uchun vodiy gullar deb nom qo'ygandim-da boshida. Ko'p odam keladi, gul deb o'ylaymiz ekan xolos deydi. O'zi bir parnigim roza gul. Qolgani mevalik, yangilik, shunaqa narsalar. Manzarali daraxtlar. Manzarali daraxtlar. Shu yil 12 oy shu yerdasiz. Yo'q, yozda bir Ag'dagi dehqonchiligim bu yerdagi bir orada ilib turaman. Ha, ilib turasiz. Ilganimda ham yozib qo'yaman. 1-2 oyga dam deb orada dam olish kerak-ku. Qaysi vaqtlari yopiq turadi bu? Yozda. Yozda. Kuzakda yana shu yerda bo'laman. 1-2 oyga, uni ham vaqtinchalik. Qishda ham sotasiz axir. Havo qishda ham shu yerda bo'laman. Postoyanniy qishda ham shu yerda nima qilaman. Ina qulupnikalar gullab turibdi. Bular o'zi mevaga kirib turibdi-da, ha? Mevalarni ko'rdik. Ina mevalar. Ina mevalar. Mana bular ham hammasi mevaga kirgan. Suratbek gullari. Qani olinkani birni? Ina mashalar ham mana mevasini ko'ryapsizmi? Mevasini ko'ryapsizmi? Bu meva qilaverib siz zeriktirib yuboradi, bor mevasini. Avo. Teraveramiz, ha? Avo, yuraverasiz, ko'payaveradi o'zidan. Odamlar buni pulga parnikka nallab yurishibdi. Hozir men xolasa 10 ta olsin, xolasa bitta olsin. Necha so'm bo'lib turibdi? Endi bu ulli paketimdagi 10 ming so'm, 10 ming so'mmi? Kichkisini 5 ming so'm. Farqi ikkisini ham sorti bir, paketida xolos. Kimlardir tuvaydan mevalatib qo'yaman deydi, shuning uchun ulliroq paketga. Bir paket semitga olmaydi, shundan birini oladi, ichib qo'yadi, klubniki yetishtirib yotaveradi. Klubniki uyda meva qilib turaveradi. Domda turadiganlarga ham to'g'ri keladi-da. Yaxshi. Ha, duvakda qo'yaverasiz. Tuvada ham turaveradi. Olib yeveradi shu yerda. Ha, bo'laveradi u ham. Avatarimni qalamcha qilyapman, hozir yangiligim, xudo xolasa. Avatar uzumimi. Bu aprel oyiga tayyor bo'ladi. Hozir tayyor bas. Narximiz shu avatarimiz narxini tushirmoqchi biz. Aprel oyiga bunimiz tayyor bo'lsa, senasi tushadi. Gullarimiz eng islisi bu yerda grafina degani bor. Hidi Vashti zo'r, rostdan ham o'zimga yoqadi. O'tgan yili mana shu bir dona gulimiz 20-25 ming bo'lgan. Grafina bilan bu yerda ko'k gulim shunaqa bo'lgan. Bu yil ro'za oyida hammasini xohlaganlarini tanlab olinglar 10 ming so'mdan deb sena qo'yib qo'ydim. Bular ham 10 ming so'm. Bularni ham 10 ming so'm, bunisini ham 10 ming so'm qilib hammasini narxini xohlagan sortini o'z svetini tanlashib olishdi odamlar. Ro'za oyida 10 ming so'm qilib qo'ydik. Shu qo'yib qo'ygan rasmlaringizni chiqaman aniq. Shunday chiqadi. O'zi mana bu yerda 2 dona qoldi. Hozir ozon bilan ko'p edi. 2 dona qoldi. Endi bu rasmlarni sekin chiqarib tashlayman. Bu yerda 50 xil. Tamom bo'ldimi endi bu svetlar? Bu svet tamom bo'ldi. Bo'lmaydimi endi, kelmaydi. Bo'lmaydi, kelmaydi. O shu yerda nima? Abi ertaroq kelish kerak. Kecha qolibmiz-ku unda. Endi qo'limizdan kelgancha endi amallab qilib beramiz. Hali undan bo'lmasa boshqa svetlarimiz bor.
Shunda maydam kelsa bo'laveradi axir. Havo mayda kelsa ham bu yerda mayda ham kelsa, aprel oyida nallab berganlarim meva berishni boshladi. Ha. Bog'otga nallab berganlarim, Havo, Sovot bo'yini ko'rishsa masalan Urganchdagilar, Sovot bo'yiga nallagan mevalarim o'zi mevaga kirib ketdi, bultur nallaganim. Chiroyli bo'lib turibdi mana. Olmani ko'ryapsiz? Olma gullabdi. Olaymi shuni? Ko'rasizmi? Ina. Bu kalanavidniy deydi. Ha. Birinchini meva qiladi bu. Yaxshi. Tuvayda ham meva qilaveradi. Yer ham kerakmidi ekanda? Avo. Buni kalanavidniyni internetdan ko'rsa bo'ladi. Xitoyliklar Tuvayda chiqaradi-ku. Ha, ha. Xitoyliklar Tuvayda chiqaradigan. Esa endi mana daraxtlarni taxlab bering endi o'zingiz. Bo'ldi, chiroyli qilib hozir taxlab beraman. Yana bloger hovlisina gullar, klubnikalar, daraxtlar taxlandi. Avo. 500. Shunda novlar taxlab berdingiz? Hozir sizga Pochka Pakroni degan yangi sortimdagi roza gulim. Aha. Bittasida 100-200 ta g'ijir-mijir gullaydigan guldan nima qildim? Yaponskiy o'rik. Mushmula. Mushmula deb yozilsa, o'zi foydasi ham nimasi ham chiqadi. Ki roza gullarda har xilidan bo'ldi. Koreyskiy qulpnoyim bo'ldi. Kalanavidniy olma bo'ldi. Aha. Mevalardan kalanavidniy olma, kivi nok, kivi grusha, keyin o'zini o'zi chaynatadigan Realtiyaga degan gilosimdan bo'ldi. Bu kelasi yilga mevasini ko'ramiz, xudo xolasa buni ham. Barglar ham iri bo'ladimi? Baki ham iri bo'ladi. Shunday meva, g'ijir-mijir meva qiladi bu. Mana. Xudo xolasa siz narsalaringiz taxlandi. Endi hozir biagomislarimiz mana nima qilib Biagomis ham bosdi, ha? Biagomis bilan nallab chiroyli qilib kelamiz, xudo xolasa. Falam ustingiz o'chirt ko'sda, uspet qilib olmayapsiz. Endi sekin natijalar meva beryapti. Qarshi ketib turibdi. Va bular hozir nimaga ketyapti? Bular Xo'jaylga ketyapti. Xo'jayli, Nukus, Qo'ng'irot, hamma joyga Chimboy. Shunda ishonchli bo'lsa kelaveradi lekin-da, ana. Yilda kelaveradi. Zara mena avval raqam reklama etgan edik. Shu haligacha telefon uradilar deydilar. Yana sizlar ham kelaverasizlar. Chalish yo'linda. Adresni tushuntirib bering endi. Chalish yo'li daryo bo'yida. Amudaryoga chiqmasdan chap qo'lda o'zi ko'rinib turadi. Vodiy gullar. Hozir bog'bon deb nima qilib qo'ydim. Vodiy gullarsa ko'p nimasidan edi. Endi menda brend, Vodiy gullar brend asosida ishlaganman-da men. Faqat gullar emas, mevali daraxtlar ham bor. Mevali, manzarali, antikvar, yangi chiqqan toza sortlar. Giloslarni ham chaynatadigan, gurshalarni ham, nashvotini, hamma yo'qda yangi sortlari, xudo xolasa. Bog'a novi kerak bo'lsa shu yerda bor. Bor. Искусственный yo'q lekin. Искусственный yo'q, unday nima qilmaymiz. Hammasi tabiiy, живой. Живой, xudo xolasa. Garantiyali ekan deb aytdim. Men gullar oldi gapiravering. Assalomu alaykum. Meniki bizga Xorazmga kelib, Abdulaziz ukimizdan rozalar, ko'rmalayotgan rozalar, sartaboy har turli buketli rozalar oldik, isbar rozalar oldik, siren oldik meniki. Sirenlar, buldanez oldik. Nereden geldiniz? Biz Xo'jaylidan keldik. Xo'jaylidan geldingiz, ha? Oho. Har safar shu yerdan senimli bo'lgan uchun olib ketib turibmiz. Ha. Bu o'zingizni bog'ingizmi yo sotasizmi? Endi sotamiz tanishlarga. O'zimiz ham yegamiz shundan. Ha. Yana Xo'jaylidan bizdan ko'rib turganlar bo'lsa, yana akama murojaat etaverasizlar. Ko'paytib o'tiramiz o'zlarimizdan. Ishonchli qo'llardan olib turibdilar. Kelib olib ketib turadi, pastlarni klientlarimiz. Mana buldanez olib o'tiramiz. Olibdilar. Mana gullab turibdi, mana gullab turibdi, mushni bo'lib. Zo'r. Yaxshi. Ko'pdan beri olasizmi bu yerdan? Ava. Yaxshi. Shular bir nima yashillarni olishib yuboringlar. Gullar ham keldi, daraxtlar ham keldi. Hay? So'ylamaysizlar, tushaveringlar. Bu yashillar shunday gullar olishib yuboringlar. Hay. Videoga oladi birato'la. Bloger hovlisina keldik-ku, Assalomu alaykum. Kelib oldi, xudo xolasa. Nechik pulashtirasiz endi? Endi bu yerda Ha, gulshapka giyibsizlar, ha, bu safar. O, ishlayapsizmi? Sog' yaxshimi? Qarmanglar usta akalar. Bo'p turibmi? mushmulani Mushmulan qayerga? hozir shunga ko'zga ko'rinadigan yerga qilaylik-da. Bu yerda yozib o'tirasizmi? Ha, bu yerda o'tiramiz. Bo'lmasam shu yerga qilaylik mushmulani.
Shu yerga soya bo'lib qoladi lekin bu yer постоянный soya bo'ladi. Постоянный soya. Ha, inshora ozmos tushib qoladi lekin. Quyosh ozmos tushadi, ertalab tushadi, obed tushadi. Aha. Shu yarimgacha tushib qoladidan keyin buni botib ketadi. Yo'q, baribir to'g'ri kelaveradi. Hozir ham kun ko'rib panel turib. ishlab turibdi lekin shu vaqtda. Quyosh tushsa, so'nish panel ishlaydi-da. Ay, gap yo'q. Zo'r bo'lib. Meva beradigan joy ekingmi? Bo'ldi. Meva beradi, xudo xolasa. Bir meva ko'rsatadi mushmulamiz. Niyatimiz shu. Nimaga siz gullab turibdi. Mushmulani shu yerga nallaymiz. Xo'p. Birisini gilosni o'zini chaynatadigan Realtiya degan sortimiz bu yerga nallaymiz. Keyin olmani kalanavidniy nallaymiz. Bu yerda quyosh tushadi mana men shu yerda. Aha. Bo'lmasa bu yerga kivi guruchani nallab turib, bu yerga olmani kalanavidniy nallaymiz. Atrofini roza gul, qulupnika. Vohay. Bu umuman cho'tki bo'ladi. Yana o'rtalarini yana bir antikor narsani o'ylab. Yo'q, men o'ylagan edim, ishyo'llari qilsak, o'rtasini gazon qilib, o'rtasida daraxt tagidan o'tiradigan qilsak deb. Bunda ham zo'r chiqadi. Nani? Gilam qo'yib turib. O'rtada bemalol orqayin piknik, mevalarni olib, mevasini tagida o'tiradigan bo'ladi. Asas siz buni emindating. Rozalan bellara nalismi? Keyin bu taraf ichina klubnikalarni o'rtasidan meva. Yo'q, hozir roza gulni nallab tur, roza gulni orasiga bittadan qulupnika qilib ketaylik. Shamaxir. Bo'ldi. Konkretchi roza gulni ostida kuzakkacha mevasini yeb yotaverasiz. Spetsialistsiz-ku, mutaxassis. Yana gomuslar ham keldi. Qulupnikamiz mana, qulupnikalarimiz keldi. Mana. Qulupnikalar ham mevaga kirib turgan chiroyli xillardan keldi, xudo xolasa. Yana usta akalar, uspet atarsizlar qulupnika yemaka. Erik bo'lama mevasi. Koreyskiy bahordan kuzakkacha. Beraverami? Avo. Yana bog' og'amiz düzib chiqdi. Har birisini o'lchab santimetr bu anda yana belgilandi. Daraxt ekiladigan joylar simmetriya ishlayatib, chiroylatib yana o'zi nallab beryapti og'amizni, bog'bon og'amizni. Zo'r. Bakka. Kivinok nallaymiz endi. Kivinok. Tak, tena gomus solib beramizmi? Solamiz, gomus solamiz, prosta. Buning gomusini ko'ryapsizmi? Ha. Sen kattaroq qilding. Tak, suv kerakmi bizlar endi shunda? Hozir kerakmaydi. Paketi borlari kerakmaydi. Aha. Nalla bo'lib keyin. Tomiri ochiqqa oldin solinadi. Ha. Tomiri yopiqqa nalla bo'lib, bo'lmasa tuproq buzilib ketadi. Tushunarli. Tuproq buzilmasligi uchun nalla bo'lib keyin solamiz. Chiroyli bo'layotirib beraydim. Yana. Shu yerdan 2. Yo'q. Oddiy narsadan bir chiroyli qilib nima qilyapmiz-da, ko'ryapsiz? Ha. Oddiy misol uchun koreyskiy qulupnika, roza gullardan oddiy narsadan chiroyli qilsa bo'ladi-da. Ha. Antikvar, dollarli narsa qilmasdan oddiydan ham chiroyli qilsa bo'ladi. Endi bu mushmulalarimiz antikvar, koreyskiy nimalarimiz ham antikvar. Bloger hovlisini yana daraxtlar ham, gullar ham taxlab chiqdik. Dim chiroyli bo'ladi ekan, ko'rinadi. Rahmat bog'bon aka. Sog' bo'linglar. Chiroyli bo'ldi lekin. Zo'r bo'ldi. Ko'zga yoqqan. O'zim ham mazza qilib yuboryapman, to'g'risi bor-ku. Dam oldizang. Endi bu qog'allar o'zim nallab chiqaman. Qolganini o'zingiz nallamasiz bo'lmaydi. Aqdan qarashib turibdi gapni ochig'i. Bog'bon akamizni klientlari ko'p ekan, shundan yaxshi rahmat sizga yo'qdamen. Ko'rsatdim, mana hamma yoqda ko'rsatib berdingiz. Zo'r chiqdi. Lekin mana shu o'nni-o'nniga nallab qo'yilsa bo'ldi, ko'rsatib berdim. Mushmulamiz ham nallandi, kivi guruchamiz ham, hamma narsa. Bu mushmula, kivi gurucha. Kivi gurucha. Tak, bu yerda o'zini o'zi chaynatadigan gilos bo'ldi. Gilos. Yana telefon dinmidi og'amdan. Ko'shgani? Kalanavidniy olma. Kalanavidniy olma bo'ldi. Qolgani koreyskiy qulupnika, sortovoy har xil rozalardan hozir kamida 15 xil rozamiz bor. Bu yerda bir roza, bir klubnika, bir roza, bir klubnika tiyib, shunda tiyib ketiladi. Yana bu yerda ikkisini nichatib, ikkisini ko'rsatib berdilar. Xudo xolasa, yana biogomuslar bilan chiroyli qilib, yana ijodni qilaveramiz. Sizlar ham yana uylaringizni chiroylatchak bo'lsangizlar, jivoy narsalar bilan og'amga murojaat etaverasizlar bog'bon akamizga. Yana telefon nomerlarini ham qoldirdim videoning pastida.
zakaz beraveringlar necha yildan beri Xorazmda xizmat qilib yuribdi. Rahmat esa sizga katta. Sog' bo'ling. Hammaning uyi shunaqa gulzor, mevazor bo'lsin. Ah, ey, aytganingizga. Xudo xolasa. Biz esa shuning bilan videoroliklarimizni yakunlaymiz. Yoqqan bo'lsa like'larni bosing, kommentariyamda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Qandaydir ishning xizmatlar, biznesga kerak bo'ladigan bo'lsa, videoni pastida qoldim. Bemalol zakaz beraverasizlar va uylaringizni chiroyli etib, shunday landshaftlarni zotib qo'yaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma ham shu zamonaviy shinam uylarda yashash, baxtli hayot kechirish nasib qilsin. Xo'sh.